Yomon smayli qoldirmasanglar bo'ldi, nima qoldirsanglar qoldiraveringlar. Qiziq, sizni Sitora Alimjonova deb hamma yerga, butun O'zbekiston deymizmi, O'rta Osiyoga tanitgan kino qaysi? Menimcha ayriliq bo'lsa kerak. Sevgimizga ko'z tegishdan qo'rqaman. Bilaman. Bu sevgi deganing bilan qorin to'ymaydi. Men kalitimni yo'qotganman. Kalitingni yo'qotgan bo'lsang, qulfni ochish yo'lini o'ylab top. Inson harakat qilsa, hamma to'siqlarni yengib o'tadi. Men turmushga chiqyapman, hazillashganim yo'q. Keyingi oyga to'yaman. Aldash eplolmaydigan o'sha Madinasan. Shukur. Nima o'ylayman, ayriliq filmi hammani esida qolgan. Har doim ayriliq bilan Sitora Alimjonova birga turadi. Muxlislaringiz ko'rsa, aynan mana shu videomizda qanday kommentariy bilan sizni belgilab ketishsin? Menga serdechka, ana ko'zlarida serdechkalar chiqib turgan smaylikni qoldiringlar. Yomon smaylik qoldirmasanglar bo'ldi, nima qoldirsanglar qoldiraveringlar.